Qora aboy. Yine adnatonni yoldirib yo'q qarindoshlar so'rab o'rganlaringiz uchun shu narsani sizlarga aytganlik topdim. Assalomu alaykum, aziz barakani qarindoshlari. Sizlarga bugungi ko'rsatib o'tadigan narsamiz mishka vina bo'ladi. Bu yerda qoradan tortib to oqinadon bo'ladi. Va ro'zviy rang. Bunda açık jinsi rang. Bunda apelsin rang. Bunda gök rengi var. Bunda yine bejli rang. Asma rengi rang. Püştü rang. Bunda marli diyeyim bu tırtıkı fon urgan diyeyim bula. Bu şu iki katarının narxı 219.000 so'mda. 219.000 so'm. İçinde kleyleri koşup berler. Keyin bir iki katarımız var. Belarusyan aboyi. Bular Belarusyaniki. Haqiqiy, qadimki shol xaltaga o'xshab chiqarilgan. Uzoq taraf effektni shunday beradi. Bu ozgina salatoviy, горчичный rang. Bunda oqi bor, bejli bor, serisi bor. Bunda tuz rangi bor. Bor bo'yimizda. Keyingisi bunda yana zarb tushirilgan ham bor. Shundan so'ng keyin zarb tushirilmagan ham bor. İpli xilis. Bu fonu o'xshagan xilis. Keyin bu ikkisi Atacento varianti. Bu 4 xatarimiz 250.000 so'mdan. Bular ham kleylar ichida qo'shib beriladi. Ish o'rda yana 4 xatarimiz bor. Bular fon, ya'ni xalta bo'y, fon bo'y qidirib birsangizlar, shu narsadan tavsiya qilamiz, lekin bular ob'yom ham bor. Ichaldasizlar, xudo xolasa kelaverasizlar. Qarindoshlar sog' bo'linglar. Fikrlarni kommentariyada yozing.